Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlarga mana shu gazli apparatni video obzor qilish boshladik. Qaranglar, shunaqa qilib gazlab kuniga $50 dan $100 pul topsalar bo'ladi. Endi qarang do'stlar, buni yangiligi ichiga nijevka trubka tiqilgan, shu muzlat beradi. Qatorasiga nijevka trubkasi bor. Ichida 100 litr suvni birdaniga muzlatadi. Bu degani 100 ta kelin kelsa 100 ta kelinga bemalol bakalashkada uspet qilib beriladi apparatimiz. Komplektga kelgan bo'lsa, apparatni mana shuni ko'rsatib o'ting, mana. Konditsioner ichiga tiqilgan. Mana. Trubkasi ichiga tiqilgan, ichida muzlat beradi. Xo'p. Ha. So'qatyapman, o'shunkasi kiyib. Shapka kiyish kerak-ku. Haqiqatda shapka kiyish kerak. Onasining. Xullas mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. 2 dona ko'lba nijevka stoyka komplektida kislorod balon, ichida gazi bilan bo'lyapti do'stlar. Har doimgidek samazashda shitni ham bo'lyapti. Bu apparat kuymasligiga mana shu narsani olib qo'ysinchi. Keyin buni simisitil ham bo'lyapti ichida. Komplektimizda. Endi buni gazi siz yomon besabr bola ekansiz. Mana bezapasini kelapini aytib o'tib, o'zi samazashda bezapasini kelapini bor, xullas portlamaslik uchun. Ayollar va bolalar uchun juda ham zo'r. Endi qanday bir sigirdan soqqandek sog'amiz. Masha. Mana masha. Sekin erkalatib turib, mana. Buni silaymiz sekin. Mu degan joy qo'shib o'ramiz uniki. Xo'p. Mana do'stlar, gazni ko'rishim mumkin, operator mana. Xullas, mana shu narsa gaz ichib berardim. Hozir roza, o'shuning uchun men rozaman. Kimga kerak bo'lsa, pastki raqamga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Har doimgidek nima deysiz? Shuncha apparat olyapti, ikki boshqa qilib. Nimalar bonuslaringiz bor? Hozir o'shuni gapiraman. Siz jicha uxlab qolyapsiz. Har doimgidek 2 xil silopimiz bonusda bo'lyapti. Bu do'konga o'rnatilgan, hali yetalab yuradigan emas. Bu balonni qo'yib berganimiz sababi do'kondagi aqa-baqa 1 metr, 2 metr joylarga. Buni do'konga o'rnatish qanaqa deganlar uchun do'konga o'rnatishini ham bir ko'rsatib o'taman. Mana. Tasavvur qiling, mana shu yerda podakonningiz bor. Podakonning tagiga tiqasiz apparatni, bitta qo'yib turib 3 ta samarangiz bilan qatirib olasiz. Bo'ldi. Siz bu o'zi apparat tayyor ustanovka holatda bo'lyapti. Mana sinib bo'lsa hozir meni pulimni berishmaydi reklama qilganimga. Xullas do'stlar, buni qo'lim ushlab olaverib, bepul reklama qilgan bo'lib qolaman. Xullas pastki raqamlarga bilan aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.